usta haqi, material, hamma narsasi ichida. Travertin o'ziga ketadigan hamma mahsulotni akalarimiz o'zlarining hisobidan olib keladi. 100 kvadratdan oshiqroq 100 kvadrat bo'lsa chiqib qilib berib kelamiz. O'sha narxlarda, unaqa narx o'zgarmaydi. Yo'qqa borsa, bu yoqqa borsa degan gap yo'q. Ikki slog lakini urilgan, xudo xolasa shu vaqtda turadi. Bunga ham 10 yil garantiya bera olamiz. Shuni sizni ko'rgandim internetda, narxini kelishtirib qo'yaylik, shunaqasini desa qilib beramiz. Bo'ldi, qilinadi aka. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 12 ta viloyatlarga ham chiqaveramiz. Любой viloyatga chiqaveramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, obunachilar. Hozirgi kunda uy-joyimizni mana bunaqa zamonaviy travertin qilish 1 kvadratni necha pul ketyapti va trenddagi hozir 2023-yilda qaysi fasollar ketyapti? Ya'ni eng ko'p yurtdoshlarimiz qaysi fasollarni uy-joylarini remont qilyapti? Ana shularni ko'rsatamiz. Samarqand, Kattaqo'rg'onda mehmonimiz, usta akamiz mana shu yerda kutib turibdilar. Akajon, yana bir bor assalomu alaykum. Tinchmisiz, charchamasdan. Rahmat, tashlaymiz. Yurtdoshlarimiz bilan bir ko'rishib olsangiz boshlasak videoni. Assalomu alaykum, siz yurtdoshlar, obunachilar. Ish tugatdik, xudo xolasa. Yangi obyektda, bitta Kattaqo'rg'onda obyektimiz o'zini qo'yib tugatdik. Necha kvadrat ish bo'ldi? Necha kunda tugatdinglar mana aka? Realniyatni aytib o'tirasiz. 300 kvadratida 20 kunga qolmay 15 kundan o'tib tugatdik-da. Demak, hozir bu yerda ko'chalarda, ichkari oldilarni ko'rsatamiz. 300 kvadrat ish bo'lgan. 15-20 kundan tugatib yubordik, xudo xolasa. Endi bitta kirganda yaxshi ko'zga tashlanadigan fasollar tanlangan. Bu yerda qanaqadir rombik fason, bu yerda yana boshqacha. Xo'p, kim ega tanladimi yo o'zlaringiz taklif qildinglarmi buni? Keldik, uydaga so'radi, qanaqa fasollar bor deydi. Mana shunaqa fasollarni rasmlarimiz bor. Ularni ko'rsatdik. Tegalarni tushirib, ichiga 3D rombikcha qilib berdik. Roshlariga 3D palasa. O'zlari ko'rsatganda, sokinlarga keladigan bo'lsak, g'ishtcha, tepalar versacha orasida. Bu pastlarni o'zlariga qilib bergan sokinlar. Sokinlarni ham shu narsa yo'qdi, shuni chiqarib berdik. Bu sal byudjetliroq variantga aylanib ketgan shunda. Puli yengilroq bo'lgani uchun tanlangan. Bu tega qanaqa? O'zlaringizdanmi? Yo'q, uydagasi olib beradi, yopishtirishni. Biz o'zimiz yopishtirib qo'yamiz. Yurtdoshlar telefon qilsa, bonus-bonusiga ham yopishtirib beraveramiz, xudo xolasa. Kattaroq kvadrat bo'lsa. Kattaroq kvadrat bo'lsa. Xo'p, qulayroq joylashsak, kamerani olamizda usta akamiz bilan o'zimiz yana to'g'riroq gaplashaveramiz. Bu fason qanaqa fason deyiladi? Bu fason trendda bu fason ketyaptimi? Mana bu tarafmi? Qaysi bir trendda hozir endi? Bu trendda hozir shu keldik. Trenddagi fasonimiz o'zi karta meylaydi. Bu fasonni ko'rsatdik, uydagasiga bu yoqi shuni qilib beriladi. Shuni qilib berdik. Demak, kelishgan holda bo'laveradi. Katalog ko'rsatib